Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Xo'sh do'stlar, bu galgi videorolikimizda sizlar bilan yangi botni ko'rib chiqamiz. Bu botimiz Ton Mini boti. Bot manzili kommentariyada bo'ladi do'stlar. Xo'sh, botga kirganingizda start tugmasi chiqadi. Shu start tugmasini bossangiz sizga mana shunday oyna ochiladi. Mana shu ikkala gruppasiga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak va keyin Ton Mini bo'limini bossangiz sizda ham mana shunday oyna ochiladi do'stlar. Botimiz sarmoyali va sarmoyasiz ravishda ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, do'stlar, pastga tushsak, bu yerda turli vazifalar bor. Mana shu vazifalarni ham bajarib, yaxshigina pul ishlab olishimiz mumkin. Lekin buni to'laydimi yo'qmi aniq emas hali. Minimalga yig'ilganda keyin bilamiz do'stlar. Hop, hozir hisobimda 0.1 ton bor. Bu tonni chiqara olmasak kerak, chunki bu ko'proq kerak bo'ladi. Xo'sh, mana shu vazifani bajarib ko'ramiz. Kanaliga obuna bo'lishimiz kerak ekan va bizga hisobimizga qo'shib beriladi do'stlar. Ikkinchisini ham obuna bo'lib qo'yasiz. Va shunday hozir qo'shilishi kerak hisobimizga. 20 ta do'st chaqirsangiz 0.1 ton berar ekan. Bu ham xuddi shunday tarzda kanaliga obuna bo'lish. Va do'stlar, mana bu yerda 30 kunga seni 0.5 tonga sotib olishimiz mumkin ekan. Общий dohod 12 ton ekan do'stlar. Kuniga 0.1 tonna ishlashimiz mumkin. Bu juda ham yaxshi. Xohlovchilar bo'lsa sarmoya kiritishlari ham mumkin. Lekin sarmoya kiritishni maslahat bermayman. To'laydimi yo'qmi hali aniq emas botimiz. Shuning uchun pulingizga kuyib qolishingizni xohlamayman do'stlar. Va pastda o'zini ijtimoiy tarmoqlari bor, referanniy bo'limi bor. Bu eng oxirida do'stlar, referanniy bo'limda mana shu sinkani mana shu yerdan olishingiz mumkin bo'ladi. Hop, bu yerda ortiqcha narsa yo'q do'stlar, asosan mana shu. Bu ham xuddi shunday tarzda ton orqali to'lashingiz mumkin ekan. Hop, nastroyka bo'limiga o'tsangiz yazdik turlashingiz mumkin va hamyon bo'limidan do'stlar Telegram hamyoningizni ulab qo'yasiz. Va do'stlar, bu yerda qancha chiqarishimiz mumkin ekan? Minimalniy summa 0.1 ton ekan do'stlar. Bizda hozircha uncha summa yo'q. Mana bu vazifalar ham mana shunday turibdi. 20 ta do'st chaqirsangiz keyin yig'ilishi mumkin, 0.1 ton chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Buning uchun 20 ta do'st chaqirishimiz kerak. Nimaga bu sotib olib bo'lmayapti? Birinchisini sotib olish kerakmikin? Boshqa ошибка. To'g'risi qanday sotib olishni bilmadim do'stlar. Bunda boshqa narsa ham yo'q. Bo'ldi, shu oddiy, boshqa hech narsa yo'q do'stlar. Hop, endi do'stlar keyingi botimizni ko'rib chiqamiz. Bu botimiz manzili ham kommentariy. Hop, keyingi botimiz do'stlar lotereya boti. Hop, start tugmasini bosamiz. Bu bot manzilimiz ham kommentariyada bo'ladi do'stlar.
Do'stlar, bu yerda nima o'ynaladi? Shunchaki omadingizni sinab ko'rasiz do'stlar. Hozirda 18 ta odam o'ynayapti ekan. Biletlar to'plami 444 ta bo'libdi do'stlar. Buning uchun mana shu yerdan o'zingizga nechta kerak bo'lsa shuni bosib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana shu kamaygani sari qachon kamaysa shundan so'ng o'yin boshlanar ekan do'stlar. Yutuq 50 ta stats yutug'i. Bunda ham sarmoyasiz ravishda ishlashimiz mumkin. Bizga o'zi bot tomonidan 50 ta bilet beriladi. Shuni ishlatsak bo'ladi do'stlar. Zadaniya bo'limidan bir nechta zadaniyalar bor ekan. Buni bajarishimiz mumkin. Bu bo'lim keyin ochilar ekan. Rozыгрышda ham qatnashsangiz bo'ladi ekan do'stlar. Druziya bo'limidan 15% ekan do'stlar har bitta referal uchun. Играйте bo'limi asosan shu. Hozir bizda 42 ta lotereyamiz bor, yana tiksak bo'ladi. Kunlik bonusimiz ham bor ekan. Buni olib bo'lganmiz. Kaliso aylantirishimiz mumkin bizda. Reklama ko'rishimiz kerak ekan do'stlar. Va reklama ko'rsak bizga mana shunday bir dona bilet berildi do'stlar. Buni qabul qila olamiz. Va yana kuniga 100 marta olishimiz mumkin ekan do'stlar. Zolotoy lotereya ham yutishimiz mumkin ekan. Eng kamida bitta bilet yutib olishimiz mumkin ekan do'stlar. Еще одно aylantirishimiz ham mumkin. Eng kamida bitta bilet ekan do'stlar. Shu tarzda o'ynaladi botimiz do'stlar. Yana qo'yib qo'yamiz, minimalkani bosib qo'yamiz. Endi bu do'stlar qachon to'lgandan so'ng shunda keyin aniq bo'ladi nima qilishni yutamiz yoki yutkazamiz. Undan so'ng aniq bo'ladi do'stlar. Bot manzili kommentariyada bo'ladi. Do'stlar, keyingi botimiz Shakka Stars degan botimiz. Bu botimizda konkurs ketmoqda do'stlar. Jackpotimiz anchagina yuqori. 250 ton birinchi bo'libga do'stlar. Birinchi o'ringa, ikkinchi o'ringa 100 ton, uchinchi o'ringa 50 ton. Mana shu tarzda eng oxirgi o'rinlarga do'stlar. Mana shu teglar botni o'zini monetasi va 1,5 ton berilar ekan do'stlar. Bot manzili kommentariyada bo'ladi. Bunga ham sarmoya kerak bo'ladi do'stlar. Asosan sarmoya orqali ishlanadi do'stlar botda. Pastda turli bo'limlari bor. Bu yerdan do'stlar referalni silkangiz topishingiz mumkin. Eng oxirgi bo'limda valet bo'limi. Hozir meni hisobimda 0,2 ton bor do'stlar. Bu tonni chiqarib olishimiz uchun do'stlar bizda kamida 5 ta do'st chaqirishimiz kerak ekan do'stlar. Minimalniy summa 0,1 ton ekan chiqarib olishimiz. Buni ustiga ursangiz mana shu koktel tayyorlanadi do'stlar va sizda urguningiz ko'tarilib boraveradi do'stlar. Hozirda shu konkurs ketmoqda. Bunda asosan shu konkurs yaxshigina foydalanib qolish kerak do'stlar. Konkursda mana shu yerda ma'lumot berilgan. Bunda
har kuniga konkurs bo'ladi do'stlar. Shunda ishtirok etib ham yaxshigina ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bunda ishtirok etishimiz uchun do'stlar bizga lotereya kerak bo'ladi. Bu lotereyani do'stlar adashmasam referat chaqirish orqali olishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday do'stlar, referat chaqiramiz yoki bunga sarmoya kiritsak ham bo'ladi do'stlar. Bot manzillari kommentariyada bo'ladi do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ying va videorolikni do'stlaringizga ham ulashib qo'ying do'stlar. Bir donagina like bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz do'stlar. Barchangizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videorolikda ko'rishguncha do'stlar. Videorolikdagi kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz.